to'ylar kayfiyatda yuqori bo'lsa, bitta chiroyli qarsak chalib beramiz onajonimizga. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Osmon to'la yulduz bo'lsa ham zamzamimsiz onajon, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim mana shu farzandlaringizni, nabiralaringizni baxti kamolini ko'ring, mana shularni boshiga ilib sog' bo'ling. Hech qachon xasta bo'lmang, hech qachon g'am chekmang. Albatta, mana shu fayzli koshonangizga faqat yaxshi kunlar bo'lsin onajon. To'ylar bo'lsin, ma'rakalar bo'lsin, tug'ilgan kunlar bo'lsin. Yaxshi kuningizda mana shu jon jigarlaringiz hamisha yoningizda parvona bo'lsin. Onajon, albatta mana shu fayzli xonadoningizga avvalambor qora ko'zlaringiz, ya'niki farzandlaringiz nomlaridan tashrif buyurdik. Musofir yurtda ishlab yurgan o'g'lingiz Zokirjon nomlaridan, Ravshanjon nomlaridan, qolaversa qizingiz Nozigulxon va keliningiz Musharrafxon nomlaridan, turmush o'rtog'ingiz nomidan, nabiralaringiz nomidan, jigarlaringiz nomidan mana shu xonadonga va sizga ozgina bo'lsa-da xursandchilik ulashish uchun tashrif buyurdik. Davramiz markaziga sizni, umr yo'ldoshingizni, sevgili yoringizni ko'z ochib ko'rganingizni, birinchi muhabbatingiz endi erkalayversak o'zlaridan ketadilar onajon, maylimi? Turmush o'rtog'ingiz taklif qilamiz davramiz markaziga, albatta qarsaklaringiz sadosi ostida. Bitta onajonimizga chiroyli tabrik qilib berasiz. Marhamat. Barakaga rahmat. Mana shu Xudo bergan umrni ko'rsinlar. Ba'zan ustiga sog' salomat bo'lsin. Shu yuzga kirsin. Menga nima qarab aytasan, onajonga qarab ayting shu gaplarni. Onajon, sizni yaxshi ko'raman dedi, eshitdingizmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ilohim amaki xonadoningizga ko'z tegmasin. Bir-biridan go'zal, shirin nabiralaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Sizlarning yoshlaringizga yetaylik, sizlarning baxtlaringizga erishaylik ilohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar ilohim. Ota-onam bor dunyoda na tashvish, na g'am bordir. Nozigulxon qizlari va kelinlari, Musharrafxon, marhamat, kelinglar davramiz markaziga. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. 120 ga kiring. Otam bilan sog' salomat bo'ling. Muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Onajon, 120 ga kiring. Lom bilan baxtli bo'ling. Shu nevaralaringizni, o'g'il qizlaringizni huzurni halovat yuzga kiring ilohim. Zamira opamizni taklif qilar ekanmiz davramiz markaziga. Agar shu yerda bo'lsalar, marhamat, taklif qilamiz sizni. Onajon, bu tig'ishlaringiz bormi? Ha? Bu nechta tig'ichingiz bor shu yerda? 5 ta 6 ta tig'ichingiz bor. Xudolaringiz bormi? Bormi xudolaringiz? Opa-singillaringiz bormi? Bormi? Dushmanlaringiz ham bormi shu yerda? Yo'qmi? Bormi? Sizmi? Ana. Men nima demoqchiman? Ana. Assalomu alaykum. Aga tinchmisiz, omonmisiz? Bardammisiz, baquvvatmisiz? Onajoningizga tabriklaringizni yetkazdik. Ana endi o'zingizdan bitta chiroyli tabrik qilib berasiz, men mikrofonni ushlab turaman aka. Qani marhamat. Onajonimizga sovg'a yubordingizmi shu kunsiz? Sovg'a berdingizmi onajonimizga? Hali ham barvaqt 12 gacha soat 2 soat vaqtimiz bor, kartalariga 500 ming paynet qiling. Endi biz ona bacha bor bir shashi qo'yib rahmat. Sog' bo'ling, salom. To'g'ri aytdim onajon. Qani kichkina o'g'illari? Yo'qmi? Ha, bo'lmasa keling bunday qilamiz onajon. Amaki, keling. Keling mana yerga. Dushmaningizni chaqiraylik yo'linglar. Dushman dedilar-ku. Keling. Endi qarang amaki, mana shu onajonimizni nozikkina qo'llaridan ushlab qachon oxirgi marta bir mazza qilib raqsga tushuvdingiz? O to'ylarga 40 yil bo'lganmiz, qanday 45 yil oldin bilan raqsga tushadi? Taxt yerlishigami yo? Yoshi paytida. Yashang qo'yat, to'g'risini aytasiz, rahmat sizga. Qachon raqsga tushdingizda mazza qilib? Kimni to'yida, kimni ma'rakasida? 40 yil oldi. Rostami? Yo, men valisni aytmayman to'g'ri, shuna raqsga. Yo, valisni qo'yib beraymi onajon, nima deysiz? Onajon, qachon raqsga tushdingiz? Yomon kam gap ekanlar, ichlarim qisib ketdi shuni. Bir kim bilib turing onagon yo'qlarda. Kelinglar buni qilamiz, o'zgina kayfiyatni ko'taramiz. Bir sho'x qo'shiqlarga navbatni beraylik, tabriklarimiz bor, salgina keyinroqqa qoldiramiz. Maylimi?
Ha? Qani marhamat hammamiz davramiz markaziga raqsga taklif qilamiz. Kayfiyat ko'taramiz. 2 3 4 hey. Xursandmisiz onajon? Kayfiyat ko'tarildimi? Endi biz xudo xolasa har yil kelamiz ona. Shukrona kuningizni, tug'ilgan kuningizni mana shunday jigarlaringiz bilan birgalikda chiroyli qilib o'tkazib beramiz inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha turing. Shukrona kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Mana shu ishlarni tashkil qilgan mana shu farzandlaringizga o'zimiz kattakon minnatdorchiligimizni albatta bildirib qolamiz. Dunyo turguncha turishsin bilan ham sizni boshingiz bilan sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bunaqa syurprizlarni avval bundan da zo'rlarni qilib berishamiz sizga inshaalloh sog' bo'lishingizga. Ha, xudo xolasa kelasi yilda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Onajon, tumoya kunlaringizni yaxshi o'tkazing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.